Assalomu alaykum azizlar. Sizlarni kanalimda ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Uylanganimga 4 yil bo'ldi. O'zim tanlagan, yaxshi ko'rgan qizga uylandim. To'g'risi, to'ydan oldin bo'lajak xotinimning ko'nglini olish uchun rosa ham jon kuydirishimga to'g'ri kelgan. Sovga salomlaru, ko'chaning boshida uni yo'lini poylashlaru, xullas, rosa ham xunobimni chiqargandi. Endi u tufayli uni orqasidan yuradigan bolalar bilan mushtlashlarni-ku aytmasam ham bo'laveradi. Xotinim oilasida 3 farzand bo'lishib, u eng kattasi. Undan keyin 3-sinfga boradigan ukasi va 6 yoshli bir singlisi bor. Baxtga qarshi dadasi boshqa oilasi bilan turadi. Bilishimcha, qaynonam bundan 3 yil oldin erini boshqa xotin olganidan xabardor bo'lgach, buni kechira olmay, qattiq turib olib ajrashgan ekan. O'shanda kenja qizi tugilgach, qizining sog'ligida muammo chiqib, shu 2 yil faqat kasal chaqalogini dardi bilan bo'lganida, eri ikkinchi xotinga uylangan ekan. To'g'risi, qaynotamning bu qilmishiga men haligacha hayron qolaman. Chunki qaynonam hech ham o'zining yoshiga mos ko'rinmaydi. Birinchi marta ko'rganimda u kishini xotinimning o'zidan 2-3 yosh katta opachasi bo'lsa kerak deb o'ylagan edim. Haqiqatni bilgach esa hayratdan yoqa ushlaganman. Noqulay bo'lsa-da aytay, chunki qaynonam xotinimdan ham chiroyliroq edi. Uni qarashlari desammi, o'zini tutib, bosib holda chertib gapirishlari desammi, uning nimasidir odamni bir oz uning qarshisida tortinib, oylanib gapirishga majbur qiladi. O'zi ko'rinishidan farzandi bor ayolga ham o'xshamaydi. Shundoq ayoldan voz kechgan qaynotamga bir umr men tushunmay o'tsam kerak. Gapimni davom ettirsam. Xullas, to'yim o'tganidan so'ng 5 oydan keyin ayolimni top qochdi. Sal narsaga sillasi qurib, boshi aylanadigan bo'lib qolgandi. Shifokor ko'rigidan o'tkazib, uning homilador ekanligini bildik. Uyda shodiyona bo'lib ketdi o'sha kuni. Vaqt o'tib, xotinim ogil tugdi. O'sha kuni men dunyodagi eng baxtiyor ota edim nazarimda. Lekin homiladorlik jarayonida ayolimni ko'p bora top qochdi. Ayniqsa bolani tugishda ayolingizning jonini bir olimdan asrab qoldik deb shifokorlar bizlarni tamoman qo'rquvdan gandiraklatib qo'yishdi. Xotinim va o'g'limni uyga olib kelgach, ularni boshimda ko'targudek avayladim. Xudoga shukr, o'g'lim pahlavondek miqtiqini bo'lib o'sdi. U 2 yoshga kirgacha esa xotinim yana bir bor menga quvonchli bir xabarni yetkazdi. Men yaqinda yana ota bo'lar ekanman. Bu xabardan boshim ko'kka yetgandi. Ammo xotinim bir oz tashvishli qiyofada ko'rinardi. Keyin bilsam, u birinchi homiladorlik vaqtidagi yuz bergan ko'ngilsizliklar yana qaytarilishdan cho'chiyotgan ekan. Uni tinchlantirib, unga dalda berishga qanchalik urinmay, to'g'risi, o'zim ham bu haqida o'ylaganim sari vahimaga tushaverardim. Sababi o'shanda xotinim tugruq mahalliy bir olimdan qolgandi. Ayniqsa qaynonam rosa ham tipirchilab qolgandi. Bizlarnikiga mehmon bo'lib kelib, qiziga yaxshi bir ginekolog vrach topganini ma'lum qildi. Xotinim homiladorlik jarayonida o'sha vrachning ko'rigidan o'tib turadigan, tugruq mahalliy esa o'sha vrach o'zi ishtirok etadigan bo'ldi. Bizlar qarshilik qilmadik, onada baribir. Bizlar bir kuysak, ona 100 chandon ortiqroq kuynadi deb to'g'ri tushundik. Ammo u vrachning ishxonasi bizlarning uyimizdan anchagina uzoqda edi, qaynonamning uyiga yaqin edi. Shunday qilib kunlar, oylar o'tdi. Homiladorlik 5 oylik bo'lganida ginekolog xotinimga jinsiy aloqani tamoman taqiqlabdi. Buning ustiga oxirgi oyda esa har ehtimolga qarshi butunlay shifoxonaga yotqizishdi. Men har kuni boshchining mokisdek bir ishga, bir shifoxonaga qatnaydigan bo'lgandim. Ustiga ustak kun ora zalga ham borib turardim. Qaynonamnikiga ham kun ora bir rovga kirardim. Chunki o'g'limni bir kuni qaynonam bilan qoldirsam, bir kuni o'zim bilan olib ketardim. Qaynonam shuni iltimos qilgandi. Bir kuni ishdan mahallimda qaynonam qo'ng'iroq qilib qoldi. Yangi servant olgan ekan. Shuni kelib terib, o'rnatib berib keting deb iltimos qilib qoldi. Xo'p, ishimdan keyin boraman deb aytdim. Aksiga olib, ishdagi muammolar bilan o'sha kuni ishimda ancha kechgacha qolib ketdim. Kech bo'lsa-da, ishdan chiqib to'g'ri qaynonamnikiga yo'l oldim. O'g'limni ham olib ketishim kerak edi.
Qaynonam meni juda ham iliq qarshi oldi. Kirganimdanoq qoyarda qo'ymay meni dasturxonga o'tirgizib osh suzib keldi. Ishni keyin qilasiz, avval ovqatlanib oling deb ovqatga unday boshladi. To'g'risi, o'zim ham juda ham och edim. Kuni bo'yi ishdagi muammolar bilan ovqatlanishga ham vaqt bo'lmagandi. Ishtaha bilan qaynonam qilgan ovqatni paqqos tushirar ekanman. Qaynonam issiq choy damlab qarshimga kelib o'tirdi. Bolalar allaqachon uxlab qolishgan ekan. Ikkalamiz yolg'iz qolganimizdan qaynonamdan bir oz tortinib qo'limni sochiqqa artdim. Holatimni payqadi shekilli. Qaynonam kulib, "Shavkatjon, bu nima qilganingiz? Qani, oshdan oling, sovib qolmasin" deb ovqatga unday boshladi va keyin choy quyib uzatdi. Shundagina qaynonamning yoqasi ochiqroq ko'ylak kiyganiga e'tibor qildim. O'zim ham naq qulogimgacha qizarganimni payqadim. Mening holatimni his qildi shekilli. Qaynonam kulimsiraganicha u yoq bu yoqdan gapirib, oradagi vaziyatni yumshatishga harakat qilardi. Bir mahal menga qarata, aytganday, "Shavkatjon, ozroq stresslaringizni chiqarasizmi?" deya kulimsiraganicha, "Men hozir" deya o'rnidan turib oshxonaga o'tib ketdi. Sal o'tmay bir shisha konyak va bakalni ko'tarib kelib oldimga qo'ydi va "Men hozir bolalardan bir xabar olay, siz olib o'tiring" degancha xonadan chiqib ketdi. Oxirgi marta qachon ichganimni ham eslolmayman. Dukkillab urayotgan yuragimni shu konyak bosishini o'yladim-u, konyakni quyib bir ko'tarishda ichib yubordim. Shunda saharoda bir necha kun suvsiz qolib ketgan tashna odam suv topib ichib, tanasi rohatlangandek his qildim o'zimni. Yana ikkinchi marta quyib bakalni bir zal bilan ko'tardim. Ich-ichimga issiqlik yugurib, tanam sal bo'shashgandek yengillik yugurdi badaniga. Oshni tanovul qilar ekanman, oz-ozdan kayfiyatim ko'tarilayotgandi. Bir mahal qaynonam kirib keldi. "Zerikmay o'tiribsizmi?" deya ro'paramga kulib o'tirarkan, dimogimga shirin bo'y urildi. "Keling, choy beray sizga" deya egilib, o'zi piyolamni olar ekan, ko'zim yana uning egilganida yarim ochilgan ko'ksiga tushdi. Nima qilishimni bilmay ko'zimni olib qochdim. Qaynonam choyni quyib, "Oling" degancha piyolani uzatdi. Uning ko'zlariga tik qaragancha piyolaga qo'l uzatar ekanman. Qo'lim uning barmoqlariga tekkanida ham u pinagini buzmadim. Qaytamga yana ham kulimsiragancha, ko'zlarimga bir zum sirli qarab, keyin uyalib ko'zlarini dasturxonga tikdi. Voy ajab! Uning bu nozlanib uyalishi g'oshangaga kirgan kuyovning ro'parasida ilk bora turgan yosh kelinchakning holatiga o'xshardi. Shunda vujudim qizib, tanamda qon ko'pirayotganini his qildim. Endi hech tortinmay unga boshdan oyoq tikilib qararkanman. Bu oppoq yuzlar, qop-qora qoshlar, surma tortilgan chiroyli ko'zlar va qayrilma kipriklar, qaynonamning qomati haqiqatdan ham juda ham chiroyli edi. Xuddi qum soatga o'xshardi. Yana konyakni quyib bir ko'tarishda bo'shatib, qaynonamga gap otdim. "Oshdan oling men bilan. Bir ozimga osh tatimayapti, sherik bo'ling menga." Qaynonam bir oz nozlanib turgach, "Mayli, gapingiz yerda qolmasin" deya ozgacha bir ohangda gapirganicha oshga qo'l cho'zdi. Qaynonam ochiqdan ochiq menga ko'z suzib oz maylini bildirayotgandi. Konyakdan quyib unga uzatar ekanman. "Ha, unda bunisini ham yerda qoldirmang" dedim tik qarab. U bo'lsa, "Ha shunaqami" deya menga qulik bilan kulimsiraganicha, kutilmaganda qo'limdan olib, bakalni lablariga olib bordi. U bakalni qaytarib uzatar ekan, bakalga qo'shib qo'lidan tutib uni og'zimga tortdim. Buni qanday yuz berganini to'g'risi o'zim ham payqamay qoldim. O'sha tundagi voqealarni to'liq ayta olmayman. Ammo shuni aytishim mumkinki, o'sha damlarda men ham, qaynonam ham bir-birimizga kim ekanligimizni tamoman unutgan edik. Kiyinib yuvinib chiqqach mehmonxonaga o'tib uxladim. Meni uyg'otishganida allaqachon kun yorishib, bolalar qichuv qilib o'ynab yurishgandi. Dam olish kuni edi, ishga borishimni ham keragi yo'q. Va'da qilingan bahonadagi servantni bir amallab o'rnatib bergach, o'g'limni olib o'z uyimga keldim. Uydagilarga oy oxiri hisob-kitobimiz ko'payib ketgandi. Dam olish kuni ham ishlaylik deb qariyb tong otguncha ishlab ishni tugatdik. Tong yotgach, o'g'limni borib olib kelayapman, dedim va o'zim dam olishga kirib ketdim. O'sha kuni kechgacha uxlabman. Uydagilar kechki ovqatga turgizishdi. 2 kundan keyin xotinim ham eson-omon ko'zi yoridi. Yana o'g'il. Juda ham suyundim.
Dunyoda mendanda baxtli inson yo'q edi nazarimda. Mana o'sha ishlardan keyin ham oradan qariyb 1 yil o'tibdi. Bu vaqt ichida qaynonam bilan bir necha marotaba yuzma-yuz keldik. Har safar u ham, men ham uyatdan ko'zimizni olib qochaveramiz. Biroq men buni berkitishga majburman. Mana aziz muxlislar, bugungi hikoyamiz songi ham o'z yakuniga yetib qoldi. Siz esa bizning kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Chunki oldinda sizlarni bir-biridan qiziqarli hayotiy, oilaviy voqealar soni kutmoqda.